qaynanam bilan erim erni rozi qilib qo'y, qaynanani rozi qilib qo'y deydi. Shuncha harakat qilamiz, erni rozi qilamiz, qaynanani rozi qilamiz deb, lekin shunda ham rozi bo'lmayapti. Nima qilsak rozi bo'ladi bu er bilan qaynana? Erni rozi qilib qo'y, erni rozi qilib qo'y. Nargi dunyoda so'rog'i bor. Shu ertalabdan turamiz, kechki soat 12 gacha sovuq demay, issiq demay xizmatini qilamiz. Ham bolalarni eplaymiz, uyda ishlarini, kerak bo'lsa erkak ishlarni ham qilib ketamiz, lekin shunda ham rozi bo'lmaydi. Shunaqa asabim chiqib ketadi shunaqa odamlarga. Qanaqa ongi past odamlar bor-a? Erni rozi qilib qo'yish kerak, qaynanani rozi qilib qo'yish kerak. Bularni rozi qilaman deb o'lib ketasan. Kelinni kim rozi qiladi? Kelinni kim rozi qiladi? Shu qaynana bilan erni rozi qilamiz deb ertalabdan turamiz, kechki soat 12 gacha uxlamasdan shunda ham rozi bo'lmaydi. Bir qilgan ishingga rahmat aytmaydi, qilgan ishingdan bir kamchilik topib, qayerdan rozi bo'ladi? Urib, bir gap qaytarib qo'y, urib, tepib. Xafa bo'lib qo'ysang, xafa bo'lyapsanmi sen? Xafa bo'lasan, sen ota-onang tarbiya bermagan. Sen tarbiyasizsan deydi. Bir xafa bo'lishga ham haqqing yo'q. Yana urib, tepib. Qanaqa odamlar bor-a? Tavba. Birinchi o'rinda onani rozi qilish kerak. O qaynana, qaynata, er hech qachon rozi bo'lmaydi. Shuncha rozi qilaman deb harakat qil, hech qachon rozi bo'lmaydi. Bir qilgan ishingga rahmat aytmaydi-yu, bir minnatdor bo'lmaydi. Hech qachon sendan rozi bo'lmaydi. Ona rozi, Xudo rozi deb bekorga aytmas ekan.